Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevassanmi yor, yo aytgachasanmi yor, oson ketasanmi yor, ketma menga degin qol. Hayit bayramiga ham bir necha kun qoldi. Hayit bayramida yaqininglarni mana shunday turpinoyli shokoladlar bilan xursand qilsanglar bo'ladi. А если это любовь, чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы. А если это любовь, işlemedim günahlar, sözlerimde rüya var. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Nima ham dirdim. Hayotingiz mana shu gul kabi chiroyli bo'lsin. Mana bu gullar sizga. Endi bilasizlar nima qilishni. Bitta kulib qo'ying. Ayt, молодец. Зарит с тобой я, мой нежность видно свыше. Я тебя от бед укрою, и ныне стану ближе. Ya'ni xotinimga 100 ming bergan kunim kamida 3 million pul topaman. Hayron qolaman men. Lekin ayolimga mana shu mehr ko'rsatib, misol kartasiga pul tushirib qo'yamanmi, undan tashqari qo'liga, "Ma senga eshik ochganingga, choy damlamaganingga, choy damlaganingga, kiyimlarimni yuvganingga pul bersam, Alloh baraka beradi menga g'oyibdan." Keyin muqaddas kitoblarda ham yozilgan, ayolingizga, ahli ayolingizga, oilangizga qilib bergan pulingiz ehson sifatida o'tar ekanda. Bu eng zo'r qilingan ehson shu. Bana bitta opam canım, opam